Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlar, umra narxlari necha puldan bo'lyapti deb qiziqayotganlar, videomizni boshidan umra narxlari bo'yicha sizlarga ma'lumotlarni berib o'tamiz. Biz rasmiy litsenziyaga ega Hikmat Travel'ga kelganmiz. Hozirda Abdug'offor akamdan to'liq ma'lumotlarni olib sizlarga yetkazib beramiz. Assalomu alaykum Abdug'offor aka. Va alaykum assalom, assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Xudo xolasa Abdug'offor aka, ko'pchilik haj mavsumi yakunlanib, umra mavsumi boshlandi. Umra safariga bormoqchi. Shunga Abdug'offor aka qaysi sanalarga reyslarimizni narxlari qanaqa? Bir chegirmalar, o'zgarishlar bormi narxlarga? Bor. Xudo xolasa Toshkent Primoy Jidda reysimiz bor. Toshkent Jidda iyun oyiga 22 va 26, 29, 30 kunlari Toshkent Jidda Primoy reysimiz bor. Bu reysimizning narxini $995 qilib beramiz. Toshkent Jiddani. Farg'ona Jidda reysimiz bor. 23-iyun va 26 va 29-iyun kunlari. Bu reysimizning narxini $1035 qilib beramiz, xudo xolasa. Endi keyingi oyga boraman deydiganlar uchun iyulli yoki avgust oylariga bormoqchi bo'lib rejalashtirayotganlar uchun Toshkent Jiddani ham, Farg'ona Jiddani ham $1035 qilib beramiz. Xudo xolasa bu reyslarimiz iyun oyiga, iyul oyiga hamda avgust oylariga bemalol oldindan aloqaga chiqib o'zlaring joylaring bron qilsalaring bo'ladi. Hech qanaqangi narxlar o'zgarib qolsa sizlardan oshiqcha to'lovlar talab etilmaydi. Shunaqami Abdug'offor aka? To'ppa-to'g'ri. Xudo xolasa endi Abdug'offor aka ziyoratchilarimizga qanaqangi sharoitlar tayyorlangan aka? Xo'p, Madinada gastinisadan boshlasak, Madinadagi gastinisamiz nomi Divan Al-Hijra. 150-200 metr uzoqligi. Makka Mukarramada Sama Al-Misk uzoqligi 800 metr. Xo'p, Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari va Madinada 5 dan ortiq, Makkada 10 dan ortiq ziyoratlar va Qizil dengiz sayohati ham o'z ichiga oladi buni. Abdug'offor aka, 50 boshlar hamda aeroportda nimalar taqdim qilinadi? Xo'p, 50 boshimiz xudo xolasa aeroportdan billa borib, billa keladi inshaalloh. Xo'p, undan tashqari firma tomonidan so'mka, bejik va kamzil beriladi va vizalarni qo'llariga chiqarib beramiz xudo xolasa. Va qaytishayotganda 5 litr zamzam suv bonus sifatida beriladi firma tomonidan. Xo'p, aka, ofislarimiz hamda to'lovlar tartibi bo'yicha ham bir ma'lumot bersangiz, onlayn joy bron qilmoqchi bo'lganlarga qanday yangiliklar bor? Xo'p bo'ladi. Agar ofisimizga kelib, yuzma-yuz ko'rib, o'sha yerda to'lovni qilib, joyimiz bron qilamiz deydiganlar uchun Andijonda ofisimiz bor, Farg'onada bor va Toshkentda bor. Yo'q, bizga uzoqlik qilar ekan deydiganlar uchun mana shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Shu nomerlarga aloqaga chiqib, pasportlaringni tashlasalaring, joylarni bemalol bron qilsalaring bo'laveradi. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin bo'ladi. 5 kishi, 10 kishi ko'pchilik bo'lib umra safariga bormoqchi bo'layotganlar bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib, o'zlarining joylarini onlayn bron qilishlarini tavsiya qilamiz. Narxlardan ozgina chegirmalarni ham qilib beriladi. Xudo xolasa videomizga like bosib, kommentariyaga yaxshiliklar yozib qoldirib, umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga ushbu videomizni yuborib qo'yinglar. Inshaalloh manfaatli bo'ladi. Narxlarimiz ham bexijolat. Qirg'iziston, Qozog'istondan, Tojikistondan umra safariga bormoqchi bo'layotganlarni ham jo'natish imkoniyatimiz bor, Abdug'offor aka. Ha, inshaalloh bemalol aloqaga chiqaveringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.